muammo bor Bo'ldi aka. ukajon. Menda Italiya yokida Turkiyani qoliplari tushadi. Sababi yelkalar pacha, qo'llar uzun. Shu sababdan bular tushadimikin menga? Aka, bularni umuman o'ylamaymiz. Mana shu ko'rib turgan barcha kostyumlaringiz Italiya, Yevropa texnologiyalari asosida tikilgan aka. Qo'llar Italiya uzun. qo'li. Italiya qo'li aka. Yelkalari pacha, qo'llar uzun, nostandart odamlar ham tushadi. Bekitib o'radi aka, hamma yoqda cho'tga qolib bo'ladi aka. Aka, bu kostyum shimni qolibi bilan materialiga pul berasiz aka. Yo'q-a? Вообще, kiyganingizda ustingizda bor yo'qligi ham bilinmaydi aka kostyum shimni. Yengil ekan, dahshat. Yengil. Aka, cho'zmayman, sraz aytaman. Narxlari aka 690 mingdan 780 ming so'mgacha. Vashsha dahshat. Mol so'yishga ham, go'sht sotishga ham, to'ylarga ham kostyum shim kiyib yurar ekanman. Uchta siz aka 3 mahal almashtirib kiyaverasiz aka. Dahshat. Sifat a'lo. Materiallar. Qoliplar dahshat. Aka, kostyum Narxlar vashsha bomba. materiali bilan qolibiga pul to'laysiz. Chod aka, obunachilarimizga kostyum shim haqida qisqacha ma'lumot bering. Qanday tushdi aka? O'zbekistonda tikilgan kostyum shimlarni kiymasdim. Sababiki, yelkalari kichkinaligidan qo'llar kelmasdi. Yelkalar to'g'ri kelsa, qo'l kelmaydi, qo'l to'g'ri kelsa, yelkalar tashlab yuboradi. Beckman'da klassik kostyum shimlar O'zbekiston Respublikasida tikilgan bo'lib, narxlari esa 690 mingdan 780 ming so'mgacha. Kelasizlar, soqani qilasizlar, kunduz ishni qilasizlar, ish tugatib kelib, rangini tanlab bersalar, yigitlar didlaringga qarab, o'ta chiroyli qilib, galstiklarni ko'ylakka moslab, tuflini kostyum shimga moslab, dahshat qilib, hamma yonma qilib, eng yaxshi kostyum shimlarni yetkazib berishadi. Bundan tashqari Beckman jamoasidan sportivniy ustuvoshlar va pol klassika uslubdagi eng zamonaviy ustuvoshlar aynan Beckman jamoasida va tuflilarni, krossovkalarda ham dodalari shetda. Shoshilayotgan didi baland aka-ukalarimiz uchun tayyor luklar ham bor ekan. Kelasizlar, olasizlar, shuni ketaverasizlar. Aytgan kuyov bolalar uchun 0 dan 100 gacha eng arzon, hamyonbop va eng sifatli kiyimlar aynan Beckman do'konida. Larimizga bizni kuzatib boradiganlarga shunaqa chiroyli qilib tushuntirib qo'ysa ukajon. Bunaqa do'konda endi hammaga ovoza qilmasa bo'lmaydi jonuka. Narxlar hamyonbop, eng yaxshi sifatli mahsulotlar bo'lgandan keyin aytamiz endi ukajon. Aka, lokatsiyamiz juda ham qulay. Farg'ona shahar Glavniy pochtani chorrahasidan Muqoyo tomon yurishganda o'ng qo'lda keladi. Orientir uchun Oqu gastitsasiga yetmasdan. Dahshat. Oqu gastitsasi shunaqqina ro'parasida. Kelaverasizlar,